mahalladoshlar, dono xalqimizda obodlik ko'ngildan boshlanadi degan naql bor. Bu xislat asrlar osha yashab, yurtdoshlarimizning qon-qoniga singib ketgan. Chunki poklik, ozodalik, tozalik bor joyda fayz, baraka, ishda unum, aholi kayfiyatida ko'tarinkilik bo'ladi. Obodlik esa shubhasiz xonadondan, o'zingiz yashaydigan ko'chadan va mahalladan boshlanadi. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan bir necha yil avval yurtimiz bo'ylab yashil makon loyihasi boshlangani naqadar to'g'ri va oqilona ish bo'lganini hayotning o'zi ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan mahallamizning bunyodkorlik va obodlik maskaniga aylantirishda mahallamizning barcha aholisi bir yoqadan bosh chiqarib faollik ko'rsatishi insoniy burchimizdir. Aziz yurtdoshlar, dono xalqimizda yaxshidan bog' qoladi degan qurmona hikmat bor. Milliy qadriyatlarimizga sodiq qolgan holda oilada farzand dunyoga kelganida unga atab ko'chat ekish, hashar yo'li bilan bog'-rog'lar yaratish, uylarimiz atrofini ko'kalamzorlashtirish kabi ezgu an'analarimizga hamohang tarzda mahallamizdagi har bir xonadon tomonidan kamida 20 top mevali va manzarali ko'chatlar ekishiga chaqiramiz. Natijada mahallamizdagi 717 ta xonadonda jami 5500 top ko'chat ekilishi ta'minlanadi. Shu bilan birga mahallamizda 15 ta ko'cha mavjud bo'lib, yashil makon umumiy loyihasi doirasida har bir ko'chani obod maskanga aylantirish va ko'kalamzorlashtirish maqsadida mahalladoshlarimiz tomonidan har bir ko'chada va yo'l chetlariga 200 tadan manzarali va mevali daraxtlarning ko'chatlarini ekishda faol ishtirok etishga chaqiramiz. Hurmatli mahalla faollari, ko'cha boshchilari, bu ma'bad kechadilar. Hurmatli mahalla faollari, ko'cha boshlari, mahallada ko'cha va guzarlarda bo'sh turgan, daraxt ekilmagan joylar hali juda ko'p. Bugungi kundagi asosiy vazifamiz bu joylarni bog'-rog'larga aylantirishda mahalla ahlining hamjihatligini kuchaytirish, hududimizning yanada obod bo'lishini ta'minlashdan iboratdir. Buning uchun hududimizda mahalla bog'ini yaratishimiz, yashil hududlarni ko'paytirishimiz, shaxsiy namuna sifatida dastlab o'z xonadonimiz va ko'chamizni obod qilishimiz, yashil makon umumiy loyihasiga o'z hissamizni qo'shishimiz zarur. Ekilgan har bir niholni parvarishlash va saqlashda mahalla faollari, mahalla servis kompaniyasi jonbozlik ko'rsatishi lozim. Buning uchun ekilgan har bir daraxtni o'z vaqtida sug'orib borishga mahalla yetkiligi, ko'cha boshi hamda xonadon egalarini mas'ul sifatida biriktirish maqsadga muvofiqdir. Muhtaram mahallamiz nuroniylari, sizlarning hayotiy tajribangiz va duo tilaklaringiz xalqimiz uchun hamisha katta tayanch bo'lib kelmoqda. Shu ma'noda mahallamiz istiqomat qilayotgan bir keksa avlod vakilidan hududimizda yashil makon loyihasini amalga oshirishda, aholi tomonidan ko'chatlarni namunali ekishni tashkillashtirishda boshqa bo'lishlarini, tashabbuskorlik ko'rsatishlarini kutib qolamiz. Sizlarning shaxsiy namunangiz, tajribangiz, fan nasihatlaringiz, tavsiya va ko'rsatmangiz barchamiz uchun muhim hisoblanadi. Bu borada mahallamizda 180 nafar nuroniylarimiz har biri bir to'pdan ko'chat eksa, 180 ta daraxt paydo bo'ladi. Yoki har biri o'z yoniga 10 nafar yoshni jalb qilsa, bu raqam 10 barobarga oshadi. Aziz mahallamiz yoshlari, sizlar yangi O'zbekistonning bunyodkor kuchisiz. Xalqimiz ko'zlayotgan yuksak marralarga erishishga aql zakovatimiz, g'ayrat shuratimiz, ona vatanga bo'lgan sadoqatimiz beqiyosdir.
ona zaminimizga mehr bering. Nurli kelajak uchun bugundan boshlab o'z xonadonimiz va ko'changizda va mahallamizda niholingizda ekin. Hududimizda yoshlar bog'ini tashkil etishda tashabbus ko'rsating. Asla unutmang, siz O'zbekiston farzandisiz. Sizning hissangiz bu ota-onangiz, mahallamiz, kelgusi avlod hamda butun xalqimiz va jonajon vatanimizning farovonligi uchun xizmat qiladi. Qadrli mahalladoshlar, daraxt ekish va uni parvarishlashni majburiyat emas, qadriyat sifatida qabul qilaylik. Har birimiz kelajak avlod oldida burchimizni chuqur his etgan holda Yashil makon umumiy loyihasi doirasidagi hasharda faol qatnashaylik. Shaxsiy namuna ko'rsataylik. Toki bizdan farzandlarimizga obod, yashilga burkangan go'zal vatan, obod mahalla qolsin. Ko'klamlik ijodiy. Bu dunyo charxi falakdir. Yaxshilardan boq qolmog'i kerakdir. Bu dunyo charxi falakdir. Kanallar suv to'lmoq kerakdir. Bu dunyo yaxshi falakdir. Ko'chatlarga yaxshi bog'bon kerakdir. Bu dunyo yaxshi charxi falakdir. Zamonimiz tinch bo'lsin.